Man qo'limdagi Nejuba intamning savoli, mening qo'limdami hozir 2 do'stimning 2 o'g'li bor. Nejuba intamiga biz tayyorlayotgan. Bu bolalarga kunimiz Nejubaning intam savolini ishlatyapmiz hozir. Bu yilgi Nejuba intam 3 ayning 1-kundan boshlab 3 ayning 18 kuni rasmiy oxirlashadi. Ota-onalar shunga rasmiy diqqat qilinglar. Mush qatam maktabga fan maktab bayrib, shu bir haftadan keyin 5-6 kundan keyin intam tizimlash boshlanib bo'ldi. Har qanday bir boshlang'ich maktabda o'qiyotgan bir o'quvchiniki Nejuba intamga, Shinjama intamga qatnashish majburiyati ham huquqi bo'ladi. Sening bolang qatnashmaydi desa, nima ish qatnashmaydi deb so'rab beqing. Jiq maktabdan inovat to'kilib ketadi, bolang intamni o'tamay qolib qolsa, maktabdan yuzik sat, manchi bola intamga qatnashib, bola intamni o'tamay sanni egallabdi deb maktab o'zining inovatini o'ylab, har qanday maktab o'ylaydi buni. Bolani intamga qatnashmaslikni maktab cheklab qo'ydi. Agar bolangizning haqiqatan intamiga qatnash arzusi bo'lib qolib qolsa, sizning qatnashtirish arzuyingiz bo'lib qolib qolsa, muallim bilan yaxshi fikrlashib beqing. 3 ayning 1dan boshlab 5 ayning 14gacha yana hisobda 70-80 kun vaqt bor. Tayyorlik qilsangiz bolada bir umid bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi qilgan muhim gap, yoshi 14 yoshga to'shgan bolalar bo'lib qolib qolsa, intamga qatnasha oladi. 14 yoshda eshib ketgan bolalar bo'lib qolsa, intamga qatnasha olmaydi. Balangizning yeshini cho'ng og'izsoq nupus foydasi bor deb og'izib qo'yib, hozir intamga rasmiy bek tayyorlik qilib, bola o'rgangan nupus varig'i unda chiqib qolib qolsa, biz mushta og'izib qolib ekanmiz desangiz, buningga hech qanday narsaga amal qilib bo'lmaydi. Shuninga hozirdan boshlab 2022-yil 1-ayning 1-kunidan keyin tug'ilgan bolalar qilib qolsa 14 yoshga to'shidi. Hozir bu chiqirgan hujjatim o'sha deb bor. Shuningga balangizning kimligini elib, nopus varig'ini elib, sizning nopus varig'ingiz otasi anasiniki lozim bo'ldi. Andan keyin sizning kimligingiz, ayolingizning kimligiga qarab, balangiz bilan ismingiz o'xshashmi? Oila boshlig'ingizning keyindiki masalan Adil Ahmad bo'lgan bo'lsa, keyindiki Ahmad degan xat bilan balaning kiyimidagi Ahmad degan xat o'xshamdi. Mushlarga diqqat qilmasangiz bo'lmaydi. Chunki men o'zimning ichki huquqni Shinjama intamni o'tkazish davomida mushu sabablar ko'rilgan. Biz o'ngishgan. Shuningga Shinjama intamni har qanday bir 6-sınıfda o'qiyotgan bolaninki bir berib beqishga arziydigan imtihon hayotda bir qitim keladi. Shuningga bu so'g'ochi qo'y. Endi 3-chi qilib qildigan ishinglar bu yil imtihon yillarda 5-ayning 20-kuni ilindi. Bu yil 5-ayning 14-kuni ilindi ekan. Shuningga hisobda bir hafta imtihon oldiga surilibdi. Tizimlash vaqti 1 oy oldiga surilibdi. Shuningga siz tayyorlikni yaxshi qilinglar. Bolaning kimlik tushmagan ishlari bo'lib qolib qolsa, kimlik cheket ismlari bek uzun bo'lib qolib qolsa, peysuga o'zing turishliq soqchiqaniga berib shu nima bolani intamga qatnashtiradiq, mush yordam qilsanglar, kimlik o'ngshaydigan, nopus o'ngshaydigan ishlar bor desanglar, ashlar yordam qildi. Sizlar oldin tayyorlikni qilmay turib, bola imtihonga kiramay qolib qolsa, baka iching echib qoladi. Endi bu Nejuba intamga bundan boshqa endi qanday tayyorlikni qilamiz desanglar, birinchi ulab shu sizlarniki kimlik, nopus debda bolaning kimligi, isminglar birdekmi? Chuqurmi shu onasining dadasining bolasiningki kimlik, nopus debdan bosh varaq ketadi. Va bilmagan bo'lib qolsa evatib qo'yaman shu filmimni. Andan keyin ikkinchidan buni qilib bo'lgandan keyin sizlar maktabga berib muallim bilan ko'rishinglar, mening bolam Shinjama imtihon bas bo'lamdi deb. Har qanday bir banjurin balangizni imtihon bas bo'lmaydi degan taklifni qo'ydi 90%. Chunki sizning balangiz ya maktab bo'yicha manchani ichga kirish kerak yoki sinf bo'yicha 4-5 bo'lib menish kerak har yangi komoda, shu yuvinda. Andan keyin balangizni qatnay salohiyati bo'ldi. Endi men o'zimning 5 o'tkazgan bunda bir ishni deb beray. Meniki singlim 2016-yili mush Nejuba intamini berdi. Bizning mushu Naydiki 2-boshlang'ich maktabda o'qiydi. Bu singlimniki ayni vaqtdagi natijasi xillam yaxshi. Hamda sinfda 20 ichida mangdi. Lekin sinfda 19 ball ep qilib muallima qolgan ballani chiqiribdi. Qolgan 7 mi 8 ballani chiqiribdi. Shuning ichida mening singlim bor. Shuning bilan men muallimga dedim, men ufqamga qatnashsam, ufqam intamni o'tamaydi dedi. Şuna bilan anda bu qiz bola kunduzi ishlayman, oqshom 8dan keyin ishdan tushmay kelib mush bolaga men yuvinni o'tdim, o'zimni bilishcha u vaqtlar bunda do'yin taraqqiy qilmagan emasman, u do'yin o'ynaydi. Shular baydudim bir narsalarni sovliq qilib bolaga ishla o'tdim o'zimni o'tguncha. Anda matematikada qishilib qolgan yerimdan o'zimning tuqqunninki o'g'lini uyga kelib, men o'tib bafkam deb bolaga ishla qilib biz imtihon bergizdik. Birinchidan bu sog'lom bek talaylik, 60% talaylik. Ikkinchisi ham azroq tirishqaniga hamda shuningla bu imtihonni o'tib ketdi. Imtihonni o'tgan vaqtda muallim o'zim hayron qoldi. Men bu fikani o'tamasmikin degandim deb. Mening yana keyin kichik singlimmi, yana mush singlim o'qib maktabda o'qidi, 4-si. Anda bu singlimmi imtihonga qatnashdik degan gap nima desanglar, har qanday muallim bolaning imtihonni o'tab ketishini bak orzu qildi, lekin natijasi qilib bu bolaning imtihonni
ötəlişini belgiləydi. Lekin qalğan səbəbini biz qılmız atan oğucu. Əmdə bizning mavu Qashqa Xotenninki numarasiga asosatdan 245 dan 255 ga chiqadi. Əmdə G'uljuli Aqsu'niki sal tuvaroq. Mushu Nejuba intamiga munosabatdan sizlar ko'rib baqqan bo'lsangiz bo'ldi. Yildan yilga Qashqali Xotenninki zot o'rlaydi. Mening so'lim hozir deydi, Nejuba Shinjang benda o'qib baqman har qanday to'liqsizlik o'quvchi bir umr bilimning ta'min etmaydi deb. Shuningga har qanday vaqt bo'lsin, men burun vaqtlarim bo'lsa, dedim. Bir ikki yilning oldida Nejuba menga balan ko'rsam yig'laydim. Yana hozir men to'r davra qolsaq, bola uyan qilib bo'lib ketishdan saqlanish uchun meningcha bolalar cho'qim bir Nejuba intamiga berib baqsa, ta'lim o'tib ketsa yaxshi. 3 yil hukumatimiz butun narsani oliy darajalik ta'minotlar bilan naqs o'qitdi. Faqat siz u bolaning ichiga ketgan ko'sar, beshiq ishlatgan bo'lsa shifa shuy. Bir putuq oyoq etpasangiz bo'ldi. Qolgan narsa hammani harbiy tuzumni boshqaraydi. Shuningga mush intamni cho'qim bir bagiz beqinglar. Qolgan munosabatlik savollar qolsa ayrimxona so'rasanglar men. Eng oxirida Nejuba intamni xulosa chiqarsak, qanday qatnashimiz, muallim unimiz qanday qilamiz degan kelsak, agar balangizning haqiqatan qo'saqda bilim bo'lib qolib qolsa, intamga cho'qim qatnashtirsiz. Agar muallim unmay qolib qolsa, chiroyli berib muallimni paranglashib baqsiz. Agar siz paranglashamay qolib qolsangiz, oilangizda yoki urug' tuqqanlar yo do'stlaringizning ichida davlat tilini yaxshiroq biladigan birisini elib berib, o'zingizni demoqchi bo'lganda shu odamga deysiz, shu muallimlarga o'tin qilib, paranglashib, bolaning imtihon qatnashish fursatini qo'lga keltirishingiz kerak. Agar yana unum bo'lmay qolib qolsa, sizlar shu maktabniki sho'jag'im bilan maktab mudiri bilan chirib, mening bolam imtihon bags bor-da, mening qatnashtirg'im bor-da, ishonmasanglar baydo chiqib so'rab baqsa, izlab baqsanglar bo'ldi. 每个学生参加那主办考试有义务和权利degan gap bor. Qatnash huquqi ham majburiyati bor. Shuningga qatnashsa bo'ladi. Qatnashtiring. Faqat mushni muallimlar paranglashib qo'ygan agar olmay qolib qolsa, sho'janglar paranglashsangiz bo'ldi. Agar yana olmay qolib qolsa, ma'rif idorasi berib, mening bolam qatnashmaydi desa qatnashtirib qo'ymadi deb sanaliq qilsangiz bo'ldi. Shunga fursat o'tkazatmang. Ikkinchi qilgan ishingiz yanlam deb faqat vaqtni ching tuting. Yap kilarga qilib olayli, aniq bo'la demang. Kimlik, nupusibdan ish bek muhim. Ismingiz birdek bo'lsa, bola imtihonga chiqmaydi. Yesh birdek bo'lsa, imtihonga chiqmaydi. Andan keyin bolaninki mush uchurlarni birdek qilmay turib, ma'lum oldiga hargiz berib qolmang. Butun narsani qilib bo'lib, biz qilib bo'lgan deb ishonchingizni maktabning oldiga berib, gapingiz desangiz bo'ladi. Andan keyin bolani cho'qim chang tuting. 2 oy, 3 oy, 30 60-70 kun telefon o'ynamaganga bola o'lib qolmaydi, uni yoz o'ynasin bo'ldi. 5-dan 14-ga imtihon berib bo'lsa, 5-dan 15-dagi o'ynab taqa shavib ketadi. Shuningga imtihon berdigan olib qolsanglar, bolalarga chiroyli gap qilinglar, imtihon bergizishga madad qilib beqinglar. Qolgan har qanday savol bo'lib qolsa, so'rsanglar, men mush qo'limdan kelishicha haqsiz yordam berma. Ayrimxonaga deb qilsanglar. Ammo mumkin bo'lsa telefon nomerimni deb bersam, yuzarimni deb bersam, shu orqali mesela so'rsanglarmi bo'ladi. Shuningga balaning Xinjiang intamini 不要错过时间，不要错过机会，一定要抓住机会。Sizlar deydiganim. Xinjiangda o'qib baqqan balalarning sho'pingda bu yangda. U balaninki sovet tafakkurmi bu yangda. Shuningga bizdek Nejuba intam begiz baqqan, balasi o'qitib baqqan, nechiqtim intamni qatnashtirib baqqan ota-onalar bilamiz. Shuningga sababini qilib beqinglar. Faqat bo'lmagan vaqtida yana ra'y qo'yib bersak bo'ldi, lekin ching tutinglar juma. Qog'oz savol so'rsanglar, men har vaqt tayyor. Material jihatda bo'lsin yoki jadval to'ldirish degandek hamma ishlar juma. Mush narsani qilmasanglar, saqchiqani berib peysudan imtihonga tamom qo'yadigan ish bor, shuni qilolmaysizlar yana deyjuma oxirida. Chang tutinglar fursatni. Urug' tuqqanlaring olib qolsanglar, o'sha Nejuba imtihon bolalar. İnternet magazimiz davet qilib qolsa, mush filmni yo'llab qolsa, foydalanib qolsin juma.